bugün nimaga bunchalik qo'tyapti? Bor-yo 10 soatdan bo'ylab ko'ryapman xolos. Voy palakat. Endi video olaman degan paytimda shunaqa. Endi video olaman degan paytimda qo'tyapti men. Qiz bitganligini qani ko'raylik. Qani orqasini voy qiz ketibdi-yu. Aw, mana o'chirib qo'ya qolay. 10 soatdan ko'rib o'tirman bu notebookda opana va bo'ldi все. Aytgancha, barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana men Shakrif. Menga videolarni qo'shib bo'ldi. Xullas kelam hozirman. Aslan bilan mana bu yerda mazza qilib sizlar uchun video olaman deb o'tirdim, lekin mana notebook juda ham qizib ketdi va bola 3-videoni olib olgandim. 4-videoni olaman degan paytimda juda ham qizyapti. Qotib qoldi bola. O'shaning uchun kimdir qo'ng'iroq qilyapti bola. Menga kimdir qo'ng'iroq qilyapti. Qana ko'tarilchi. Bergan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan, jigarim? Yaxshisiz qali. Yaxshi. Tezroq uyga kel, men senga ish bor. Qalaqashana. Kel degana keldi. Axir ishingiz tugagan-ku, qish bo'ldi. Kelaver. Ha, voy palagat. Axir qish bo'ldi-yu. Bola qaraylar, hozirmasaga chotki bitta nima ko'rsataman. Oppana, все. Bo'l chotki ham. Agar yarashgan bo'lsa, albatta kommentarga yozib qo'yinglar. Uni qolsangiz bola, merdi bizlar bilan ish bor ekan. U qanaqa ish bilmadim, mayli. Hozir borib kelamiz. Voy bola qaraylar, mana ularni ham tozalash kerak hali. Shuncha ishim yotibdi, hammaylar bola. Do'stlarim, bo'lasizlar bitta iltimos bor. Kanalimizga o'ynab qo'ying. Savoban bo'la iltimos tezroq hamma kanallarimda mingtadan oshiq o'yinlar to'plab tashlaylik. To'g'rimi bola? Axir men sizlarga yangi yil uchun juda ham zo'r videolar qilyapmiz, lekin sizlar yangi yilga menga bitta tarix qilmadinglar bola. Давайте. Asosiy kanalimizda 3000 ta obunachi qiling. Menga juda ham katta sovg'a bo'lardi yangi yil uchun. Mer assalomu alaykum. Mer yaxshimisiz? Ishni yop. Yopaman hozir tak. Oppa. Voy orchalaringizni. Voy chotki yozapsiz o'zi. Chotkimi? Chotki dedimi? Xullas kirib senga bitta ish bor. Xo'p, qanaqa ekan? Xullas kelam, sen ham ana bu polizingni qaytadan ekarib bo'lding. Qanaqasi ekan? Axir dong'oshga chiqdi-ku. Axir qishda ekish. Akamiz kirib. Mayli ekan, men xo'sh mana buni chidaman. Qattan biling buni kerakmi? O'zi yozib qo'yib turaman peshonangizga. Jahling chiqdimi? Jahlim chiqadi endi shuncha damoshga chiqqandan yana ish berapsiz. Mayli, ekib bersang balaman qilmaydi, oyligini beraman. Mayli, men unda qolsa mayli sog' bo'ling. Xo'p, barakat. O'zi endi qutuldim degandim, shu polizdan endi yana chiqdi. Mayli, endi qish bilan bilmadim, endi axir qishda sovuq urib ketadi bunga. Mayli, bolalar urib ketsa menga vashib farqi yo'q. Mer oylikni bersa bo'ldi. Menga o'sha eng katta nima baxt, menga o'sha oylik tak uni qolsa mana bu yerdan ketmoqmiz olamiz va endi ana yerlarni hammasini to'g'rilab chiqish kerak. Palagat bolalar mayli hammasini to'g'rilab qaytadan xullas ekamiz hammasini tak ichkari kirib olay. Tak bolalar otog'roz nima bu? Voy bolalar nima bu? Mayli bola, nimaligini bilmadim. Hozir mana buni yaxshilab tozalab olay. Mana opana tezroq bo'ladi, tezroq ekib tashlaylik, sababi birdaniga qotib qoladi bola. Qaranglar hozir. Mana masalan, qarang, mana hozirgina tozalayman, to'g'rimi? Qaranglar hozir qotib qoladi, qaranglar bola. Qota qolanda. Hozir bola qotadi, qaranglar. Mana bilan tamasini tozalab olamiz birinchi. Bu yer ekan bola. Yer bo'lar ekan. Men qanaqadir qorda bo'laman, tak opana qilib hammasini tozalab olamiz. Qanaqa tozalash hammasini ko'rlar bo'la, mana qotib qoldi u yer. Mana bu yerga mana sabzi ekish kerak edi. Voy palagat bo'lib ko'rlar, o'zi yer ham nima yapti, ya'ni juda ham sovuqdan o'sha qotib qolyapti bechora. Amaliyotda endi mana bu yerlarni ham yaxshilab hammasini yerni chotki qilib olamiz va hammasini chotki qilib mana bu yerga ekamiz. Bu yerga sabzini ekib qo'yamiz. Sabab mana bu yerga adashib voy palagat. Adashib nima ekib boribman? Kartoshka o'zi u yerga nima ekish kerak edi? Ya'ni sabzi ekish kerak edi. Mayli, mana bu sabzini mana yerga ekib qo'yamiz. Tak oppana va endi mana bu yerni ham yaxshilab tozalab, bu yerga endi bug'doy ekamiz. Menimcha bola shularni ortganlarni merga olib borish kerak. Sabab aniq merga olib boramiz. Sababi bu merni o'zini narsalari, mer o'zini narsalari bizga hech qachon bermaydi. O'shanaqa o'zi. Mayli, tak uni qolsa men bo'lganimda ham bermasdim masalan. Agar men mer bo'lganimda ham bermasdim. Tak uni qolsa mana bu yerlarni ko'rlar bola, o'zi mana bu yerlar qotishni boshlayapti sovuqdan. Tak endi mana bu yerga sabzi qo'yamiz. 2 qator sabzi ekamiz sabab bola. Ya'ni mana bu yerga sabzi ekdik, ana bu yerga ham sabzi ekdik va bola shu bilan 2 qator bo'ldi. Sabab bola sabzidan ko'p, bizning qishloq ko'pincha sabzi bilan mashhur. Tak uni qolsa bo'ldi. Boyaga narsani ko'rib kelaychi. Lekin bola cho't traktorga o'xshadimi? Bir bolaga o'xshadi. Bola, u traktormi? Do'xtir bola, traktorning ko'k rangini qaranglar.
lekin bo'lib kimniki bo'ldi hozir merga mana bu narsani olib kelay olib borib boray o'shandan keyin hammasini hal qilamiz tak voy nima bo'lyapti Minecraft juda ham qochyapti bular negaligini bilmadim sabab mana hamma yoq qish bo'lganiga stop bo'la o'zini yerga o'zini qarab oling sabab Minecraft juda ham qochyapti tak bo'ldi menimcha bo'ldi все endi esa o'zim merni yoniga olib kelay sabab lekin bola hozir ham qochyapti-yu hammaylar men xullas mana narsalarni olib keldim bo'ldim sana qilib qo'yaver xo'p ekib bo'ldim endi menimcha oylikni berasiz boya aytdim oylikni beraman deb oylikni oylik bo'ldi mayli unaqa olsa aytgancha mer mana bu traktorgimniki voy shuni senga aytgan yoddan chiqibdi xullas kirib bu traktor kecha yitel mana bularni tozalayman degandan o'tib qoldi yo'q o'tib qolmadi o'lib qolmadi qanaqa qayerga o'tib qoldi Balensiyaga o'tib qoldi xullas oyoq sindi o'shaning uchun mana bu traktor qolib ketdi o'shani xullas bir yerga olib borib nima qilishing kerak ana bunaqa yashirishing kerak xullas xo'p mayli aytgach qaysi chetel oyoq sindi ana bu nima bor sotuvchi chetel ana bu nima bilan sot ana bu ayting olma sotadigan chetel battar bo'lsin nimaga sal dushmanimiz borda mayli unaqa qolsa mayli kirib xo'p bo'ldi lekin bu kim traktorini bilmadim hozir buni olib borib qo'yadigan joyga qo'yib kelamiz buni bo'ldi lekin bu menimcha o't olsa kerak bular tak oppani va все qaranglar tak oppani bo'lg'irma qimillatsa bo'lar ekan nimaga qimilladi bu menimcha bular orqasiga bo'lsa kerak qaranglar mana uni qilsa ishlayapti agar mana buni o'chiradigan bo'lsa tak oppa ko'rlar bola ishlamaydi tak mana bu esa menimcha oldiniga bo'lsa kerak buni ko'tarilyapti qaranglar ko'taramiz deb buni tak endi bo'lib все endi ana bir yerga olib borib qo'yamiz bu traktorni tak sekin orqaga brat bola bu nima ko'rmayapti bu Vallahi voy menimcha vallahi aytdim bu menimcha buni benzino bo'lsa kerak edi mayli endi nima qilamiz bu katta problema-yu tak mayli bola hozir nerga borib kelay bir nima deysan buni benzini yo'q ekan benzini yo'q mana bu benzini mayli unda o'sha yerga ana nima qilib qo'y atroflarni o'rab mana bu yerga sal qulayroq emasmi endi nima qilamiz baribir keyinroq benzin topgandan keyin boshqaga o'rnatasan buni ham men qilamanmi yo jitala qilishadi uni xo'p mayli buni hozir mayli bo'lib hozir daraxt chopishga borib kelamiz daraxt chopib o'shani bo'lib qaranglar mana uyga o'shani bo'lib xullas atroflarini o'rab qo'yamiz va все undan keyin bizdan ish yo'q hozir bo'lib mana uy kimning uyini bilasizlarmi menimcha bo'lib oldingi videolarni ko'rgan odamlar biladi bu bo'lib qorboboni hozir ko'rsatamaslarga qorbobo bir atom bor buni ichida tak hozir mana buni tak butdan mana buni olamiz va все demayman kellar bo'la shu uyni o'zigina yo'q baribir yo'qadigan narsam yo'q mayli tak unaqa hozir boramiz va daraxt chopib atroflarni o'rab qo'yamiz va все undan keyin boshqa ishim ham yo'q bola qaranglar o'zim men sizga bitta narsa aytmoqchi edim bola bu kimning uyida bo'laysizlar o'zim ham aytdim voy palakat bola bu qorboboni uyi assalomu alaykum bratim voy assalomu alaykum yaxshimisiz brat yaxshimisiz qalay yaxshi voy shu o'tirib voy qoriningizga qarang ozgina dieta qilsangiz bo'lmaydimi qarang mani bo'yingiz manikidan 2 barobar chiqadi mayli xullas qayerga kelyapsan mana daraxt chopishga nimaga ana bu yerda bitta nima traktormi tur ekan o'sha atrofdan o'rab qo'ygandim tushunarli mayli unda qolsa mayli savol xo'p bir ko'rlar bu mani уже yaqin bo'lib qolganmiz уже yaqin jigarimdek bo'lib qolgan qorbobo xullas bir mana uyni ham mana garajni ham qurib bergan bo'lar qaranglar buni ichida qanaqa mashina bor deb o'ylaysizlar давайте bo'llar sizlarga 5 sekund vaqt beraman kommentariyga yozib qoldiringlar bo'llar buni ichida qanaqa mashina bor deb o'ylaysizlar 1 2 3 4 1 5 bo'ldi ko'rdinglarmi yozinglar yozmadinglar bo'llar давайте yozinglar qaranglar yozinglar bo'ldi mayli yozmagan bo'lsanglar ham ko'rsataman qaranglar bo'llar buni ichida BMW M5 competition bor qaranglar voy asalligini bo'llar qarang nima qilyapsan mashinangizni biroz obunachilar ham ko'rsatmoqchi edim haydashing ham mumkin jigarim Rostommi qaranglar haydashga ham beryapsizlarga bilan o'tiramiz va bo'llar brat krif desam bo'ladi xullas obunachilarning kanaliga obuna bo'lishganmi
bilmadim obuna bo'lishgan kerak. Obuna bo'lishgan bo'lsa kerak, endi bilmadim. Agarda obuna bo'lishgan bo'lsa, men har biriga bemisol qilaman. Seriously. O'mizni ichirtam sizlarga har biriga bemisol qilar ekan. O'shaning uchun tezda kommentariyga yozib qo'yinglar. Tak uni qolsa bo'lib borib daraxt chopib kelamiz. Qanaqa daraxtni yeydi? Bu farqi yo'q. Tak uni qolsa mana bu moshlarimizni qo'yamiz. Voy nima bo'lyapti? Hozir bolamdan biriga borib, mana bunaqa daraxtlardan chopib kelsak bo'ldi. Atroflarini bloklar bilan o'rab tashlaymiz bo'ldi. O'shandan keyin jitlar ham kirisha olmaydi. Uni qolsa tezroq bo'lib, tak sizga qancha daraxt kerak chama bilan? Bitta bir bolalar 6 ta bo'ldi hozir. Menimcha bir bolalar 10 ta yetib qoladi. Sababi men zabor yasamoqchi emasman. Biroz bola bloklar bilan atroflarini o'rab qo'yaman xolos. Uni qolsa mana bu yerdan batak daraxtlarni chopib olamiz va всё. Endi esa 12 ta bo'ldi. Bularni endi daraxtga aylantirib oladigan bo'lsa, 48 ta bemalol yetadi bo'ldi, lekin yetmay qolishi mumkin. Sababi traktorlar kattaroq ekan, orqasidan unaqa nimalari ham unaqa nima deb bo'ladi. Qanaqa bizning tilda nima deyiladi bo'ldi. Tak orqasiga qo'las bo'lib o'zi ko'rdinglar, men nima deyishni bilmayman o'shani. Tak bo'ldi oldida esa belkuraga borgan, sal kattaroq, shuning uchun qo'shimcha qilib olib qo'yamiz. Yaxshi, tak 5 ta, tak buni endi oppana qilib aylantirib olsak va bo'lib 61 ta bir stak bo'lib mana bu daraxt ekib ketamiz. Tabiatga ziyonimiz tegdi, endi foydamiz ham tegdi. Shuning uchun bitta daraxt ekib qo'yamiz bo'ldi. Tak unda qolsa hozir mana moshdan endi kimni o'zi yopib borib qo'yamiz. Qorboboni tak unda qolsa bo'ldi. Hozir tez tak o'tiramiz va endi sekin bo'ldi ana bu garajning ichiga olib borib qo'yishimiz kerak bo'ldi. Qaranglar, hozir garaj ichiga kiraman buni. Brat, uy bo'ldi. Hech kim ko'rmadimi? Yo'y bo'ldi barakat. Bo'ldi buni rasvoq buni. Kirib nima qilding? Uzr. Mayli, o'zim to'g'rilab olaman. Rahmat, kullam, buni men tushunadi bu bratim. Sababi bu meni o'z jigarim deb qo'yin dedim bo'lasizlarga. Bu meni juda ham yaxshi tushunadi to'g'risi. Men o'zimga ham yoqadi. Tak uni qolsa hozir mana bu yerdagi qorlarni yaxshilab tozalab olsak bo'ldi. Tak oppana bo'ladi. Keling, mana buni tushiramiz hozir. Tushirmasak asal nima bo'ladi, noqulayroq bo'lar ekan. Tak endi mana buni tushiramiz va всё. Endi esa atroflarni o'rashni boshlaymiz. Ikkita qatordan qilsa yetadimi? Ikkitadan bo'yi yetmaydi. Bilmadim bu nima uchun mer o'rayapti-ku. Amali bo'ladi. Tak oppana qilamiz. Brat, yetmasmi? Amali bo'ladi. Tak qo'shiq-yo brat, o'ynamasangiz ham bo'ladi. Tak unda qolsangiz bo'ladi. Mana bu yerdan qilamiz. Va endi всё. Endi oppana. Voy, kim urdi o'zmani? Bola bu traktor hali uradimi ham meni? Voy barakat bo'ldi. Qanaqa uyat bu yerda? Uni qolsa bo'ladi. Mana atroflarni o'rab tashlaymiz. Nimaligini bilmadim. Tilim ham sepidan chiqib ketdi. Qanaqa tel bo'ldi? Tak uni qolsa mana bu atroflarni oppani qilamiz. Mana bu yerdan oppa, tak oppa. Qaranglar bo'ladi. Sizlarga hozir bitta cho'tki narsa ko'rsataman. Tak mana buni qilamiz. Tak ay mana bu yur. Tak oppani va bo'ladi. Oppa voy. Bedwars Pro Max bo'ladi. Tak uni qolsa mayli. Endi mana bu yerni ham yopamiz. Iya bo'lib qor bor ekan. Tak oppani yer mamcha hech yer ochiq qolmadi. Tak endi oppani qilamiz. Oppa. Endi mana bu taraflarni ham yopib qo'ysa bo'ldi. Namcha bu nega buni atroflarni yopyapman bilmadim-ku. Men aytdim shuning uchun, bilmadim men nimaga yoptirdi. Balkim bo'la jitlarni nimasi bo'ladi, olat deyishgani sabab jitlar juda ham nimasi bo'ladi, juda ham qiziqqon to'g'risini aytsam. Tak oppani qilamiz va oppani tak endi mana bu yerda oppa yopamiz va всё. Undan keyin bo'ldi. Hech qanaqa ish qolmadi menimcha. Bo'ldi. Oppani qilib, buni mana bu tarafini yopib tashlasak bo'ldi. Tak oppani. Endi oppa va всё. Iloj bo'lsa ko'rinmasroq qilgam yaxshiroq ha mayli. Bo'ldi, endi uyga borib o'tirsak ham bo'ladi. To'g'risi juda ham nima qilib ketdim. Ya'ni sovutib ketdi-kun ichkari borib, endi pechimni yoqaman va o'tiraman ichkarida. Bilmayman nima qilaman. Menimcha notdugim ham ozgina sovigan bo'lsa kerak. Endi oppani qilib mana bu yerga pechkani qo'yib ichiga bilmayman nima bor yoqaman. Hammalar tak oppa